Hurmatli kuzatuvchilar, bizning xalqimizda bitta savol tug'iladi, ya'ni bu operativ jarrohlik amaliyoti paytida anesteziya, ya'ni xalqimiz tilida narkozdan keyin bemorlarimizda xotira pasayishi yoki boshqa yomon holatlar kuzatilishi mumkin degan farazlar, fikrlar, har xil xalqimiz talqinida aytiladigan bo'lsa, yomon tushunchalar juda ko'p uchrab turadi. Aslida bu anesteziya, ya'ni narkozni amaliyoti davrida o'tkazilishi bu professionallik mahorati, ya'ni o'sha narkoz beradigan doktorimiz, shifokorni, anesteziologni professional mahoratiga bog'liq narsa. Biz ko'plab operatsiyalarni uzoq muddatli, ya'ni minimal hisoblaganda 3,5-4 soatdan 14 soatgacha bo'lgan holatlarda anesteziyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqdamiz. Bemorlarimizda narkozdan keyingi holatlarda xotira pasayishi yoki undan boshqa yomon holatlar hozirgacha Allohga shukr bunaqa holatlar kuzatilgani yo'q. Agarda sizda qanaqadir savollar yoki onkologik bemorlarda operativ jarayoni yoki anesteziya holatlari bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, bizning Doktor Mallayev akademik hospital klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.